o'zimizni niyatimiz butun qilsam hidoyatga boshlasam o'z-o'ziga muhtoj bo'ladi. Bitta Qur'onda million hofiz bo'lsa million xil aytadi. Hattoki so'zlar вроде бы просто so'zlarga o'xshaydi, hammani boshidagi ish borga o'xshaydi, lekin hamma yashagan darajasida aytadi. Juda to'g'ri. Siz qay darajada yashagansiz, o'sha darajada aytasiz. Uni sizni kamchiligingizni aytmayman. U sizni haliga uni qoni to'q odam, dard ko'rmagan odam aytmaydi uni. Tushuntira olgan bo'lsam. Uni hali yashagan odam aytadi. Bunaqa qo'shiqlarda to'q odam aytmaydi. Eshikma eshik yurib intriga pristi qiladi. Bunaqa qo'shiqda boshqa ish tushgan odam, qor kuragan odam aytadi. O'shaning uchun o'zingiz dardingizni darajasida aytgansiz. У каждого человека есть своя боль, deydi-yu, krik dushi. Haliga men u krik dushiga men sizni bilasizmi, kim bunday qilib kerak deya olmayman. Odam o'lganda onasiga hamma har xil yig'laydi. O'shanga qilgan narsa. Hamma o'z dardi bor. O'zini dardi bor-da. Eshitishimiz mumkin. Barcha qo'shuvchi послушаем, lekin o'zingiz nima his qilgan bo'lsangiz, o'zingizga yoqmayotgan aytganingiz. O'zimga men shu hayotimga shunaqa tushib qoldi. Men qo'y beray. 5 yilga ana shuni aytmadim. Biz siz bilan anaqada ko'rishdik, kumrada. Biz qilib yuraverasiz. Eshitib ko'ringchi. Hamma narsa gapimni qo'shiqdagi bo'ldi. Ha, qo'y beray. Shunaqa yoqib qoldi. Atrofimda nafas kashlamat qoldi. Yuragimda na orzu na